Lionel Messi 2 gol muallifi bo'ldi. 5 ta goli bilan ayni pallada umuman mana shu turnirning ham jahon chempionatlari tarixidagi barcha musobaqalarning ham to'plariga aylanib oldi. Maza qilib o'ynayapti. Argentinada hech qanaqa bosim yo'q, birov bir narsa demaydi va Messi o'tgan jahon chempionatida uning yosh ukalari unga qanchalik chempion bo'lishiga yordam bergan bo'lishsa, hozir u mana shu aqlli, qayerda turishni biladigan, skaner qilib zo'r o'ynaydigan, kerak payti to'pga yuguradigan va bu yoqqa bemalol yayoq o'ynaydigan futbolchi terma jamoasiga yordam berayotgandek. Shu bosimsizlik juda ham muhimda. Men shuni aytmoqchiman. Ronaldoni ezayotgan, Portugaliyani qiynayotgan masala shunda. Hozirgi Portugaliyaning ahvoli tamomiy teskari. Chunki Portugaliya bu jahon chempionatiga oltin avlodi bilan kelyapti, juda kuchli futbolchilari bilan va hujum chizig'ida o'ynaydigan. Aksiga olibda o'yin quradigan emas, hujum chizig'ida boshliqlarga o'ta bog'liq bo'lib qolgan va tabiiyki qaraganida juda ko'p xususiyatini yo'qotib borayotgan lideri bilan kelyapti. Bosim endi dahshatdan Turkiya terma jamoasi bosimga bardosh bera olmaganini ko'rdingiz va bu narsa Portugaliyada ham sezilyapti.